Dostoyevskiy. Nega uni buyuk yozuvchi deyishadi? Bunday buyuklikka nima sabab bo'lgan? Nega uning asarlari hali hanuz insonlar ruhiyatiga ta'sir qiladi? Bugun shular haqida suhbatlashamiz. Bukology sahifasiga obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda faqat kitoblar haqida videolar chiqib boradi. Dostoyevskiy inson ruhiyatining eng nozik jihatlarini ochib bergan buyuk yozuvchi. Fyodor Mixaylovich Dostoyevskiy 1821-yil 11-noyabrda Moskva shahrida tug'ilgan. Bolaligida muhandislik bilim yurtida tahsil olgan bo'lsa-da, uni qalbi doim adabiyotga tortgan. 1846-yilda yozgan Kambag'allar romani unga katta shuhrat olib keladi. Biroq uning hayoti faqat muvaffaqiyatlardan iborat emas edi. 1849-yilda siyosiy qarashlari tufayli avval o'lim jazosiga, so'ng Sibirga surgun qilinadi. U yerda og'ir mehnat qilib, oddiy xalq hayotini yaqindan kuzatadi. Aynan shu tajribalar yozuvchiga keyingi asarlarida insoniy ruh va chuqur falsafiy ma'no bag'ishlaydi. Shu bilan qaytgach, Dostoyevskiy Jinoyat va jazo, Telba, Iblislar, Aka-uka Karamazovlar kabi o'lmas asarlarini yaratadi. Uning ijodi insoniy azob, axloqiy kurash va jamiyat muammolarini yoritishi bilan ajralib turadi. Hayotining so'nggi yillarida Dostoyevskiy moliyaviy qiyinchiliklar va sog'liq muammolari bilan kurashadi. 1881-yil 9-fevralda vafot etadi. Lekin uning asarlari hali hanuz inson qalbining tub sirlarini ochib berishda davom etmoqda. Video sizga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun unga bitta like bosib qo'ying. Dostoyevskiyning qaysi asarlarini o'qigansiz? Izohlarda yozib qoldiring.